O'zbekistonlik qiz Jeffrey Epstein tomonidan jinsiy zo'ravonlik sodir etganligini ma'lum qildi. Bu haqda u AQSh kongressida eshituvlar chog'ida ma'lum qildi. Uning ko'rsatmalaridan esa The Telegraph, BBC va The Independent allaqachon iqtibos keltirmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, u O'zbekistonda kam ta'minlangan oilada o'sgan. 18 yoshda u modellik sohasi orqali yollangan va iste'dodlar vizasi orqali Nyu-Yorkka yetib kelgan. U yerda uni Epsteinning savdoshi Jean-Luc Brunel bilan tanishdi. Shundan so'ng u moliyachi qurshovida qoldi. Uning aytishicha, zo'ravonlikning birinchi epizodlari Epstein Floridada uy qamog'ida bo'lganda boshlangan. Keyingi 3 yil davomida u muntazam ravishda zo'ravonlik qurboni bo'lgan. Shuningdek, viza maqomi va ehtimoliy deportatsiya bilan bog'liq tahdidlar olgan. Shuningdek, AQSh Adliya vazirligining boshqa ishtirokchilaridan farqli o'laroq uning ismi yashirilmagan ish materiallarini e'lon qilgani uchun tanqid qildi. Qizning so'zlariga ko'ra, uning ma'lumotlari yuzlab materiallarda e'lon qilingan. AQSh kongressida uning ko'rsatmalari Epstein ishi bo'yicha davom etayotgan tergovning bir qismi bo'lib, u 2005-yilda boshlangan va keyinchalik bir qator ayblovlar bo'yicha uning hukm qilinishiga olib kelgan. Eslatib o'tamiz, 2019-yilda Epstein voyaga yetmaganlar savdosi ishi bo'yicha hibsga olingan. Biroq sud boshlanishidan oldin u qamoqxonada vafot etgan.